Domboqlar qachongacha bekinib yashaydi? Domboq qizlarimiz ham qachongacha sovchikasi oldiga choy olib chiqmaydi? Biz ham insonmiz. Sog'lom oshqozonni oldirib tashlayapti odamda, o'sha insonlarga nogironlik beriladi. Ko'chada yursangiz, yosh bolalar masxara qilib ketadi, bilasiz. O'shani salam qiladi. Ha, nima qilish kerak? Sog'liqni tiklash endi befoyda, menimcha kesib tashalgan narsani orqaga tiklab bo'lmaydi-yu. 1 yil oldin 105 kilo edi vaznim. Ering qaravot, sal ozsang bo'lmaydimi? Hamma narsa yeyishingiz mumkin, lekin uni haddini bilish kerak. Diyetani 20 dan ortiq turi bor-da. Birontasi ishlamaydi. Kerak bo'lsa 15 kunda 15 kilo ham ozgan. O'zi noto'g'ri gapiryapti, lekin ishtiyoqlari bor. Yo'q, nimaga noto'g'ri? Zal ozishga hech qachon yordam bermaydi. Xohlagan trenerlarga yuzlanamoq. Bu ham biznes. Tan olish kerak, biznes. Operatsiyasiz to'g'ri, sifatli, sog'lom ozsa bo'ladi. Vrach siz bilan uzog'i 2 oy ishlaydi. 2 oydan keyin sizni unutib yuboradi. Faqatgina tirikchilik manbaisiz. Dombola yozib olsam, bugun